chiqqanimizda odam o'ldirish o'rniga bayram qilardik. O'shanda kech qolmaganimda edi. Meni o'g'irlab ketishmasdi. U tirik qolardi. Uni himoya qila olmadim. Shiringina qizalog'im. Yordam berishim kerak edi. Men esa ulgurmadim. Bo'lib o'tgan voqea butun hayotimni barbod qildi. Xuddi qarg'ish urgandek. Sen aybing yo'q, Jeyson. Ammo yordam bera olardim. Buni bilmaysan. Bilaman. Hammasi tugadi deb o'yladim. Qamalib chiqib, hammasini boshqatdan boshlashim mumkin edi, bilasan-ku. Endi nima qilyapman?